AQSh harbiy harakatlarni qayta boshlashga tayyor. Pentagon Oq uydagi siyosiy xavotirlarni chetga surib, urush harakatlarini davom ettirishga har qachongidan ham shay turibdi. Livandan iflos qo'lingni tort. Eronliklar bosh ko'tardi. Agar biz Livanni yolg'iz qoldirsak, Alloh bizni yolg'iz qoldiradi. Eron sulhdan chiqmoqchi. Hormuz bo'g'ozi yana yopildi. Endilikda harakat butunlay to'xtatilgan. Bu sulh shartlari buzilgani uchun Eronning haqli va murosasiz javobidir. Bir kechada 250 qurbon. Isroil bor alamini Livandan oldi. Ushbu hujum ortidan Eron rasmiylari Tehron kechasi AQSh bilan erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvidan chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz doimgidek mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Eron xalqi uchun birodarlik shunchaki so'z emas. Bu qon bilan yozilgan ahd. 38 kunlik to'qnashuvlarda dushmanga qarshi yelkama-yelka turib jang qilgan livanlik birodarlarni sulh bahonasi bilan front chizig'ida yolg'iz tashlab qo'yish Tehron ko'chalarida islomga xiyonat sifatida baholanmoqda. Eronliklar o'z birodarlarining qoni to'kilayotgan bir paytda dushmanga imkon beriladigan har qanday kelishuvni yakdil rad etmoqda. Eron poytaxtida minglab insonlar ko'chalarga chiqib, AQSh va Isroil bilan tuzilishi kutilayotgan har qanday chala sulhga qarshi o'z noroziliklarini bildirishmoqda. Namoyishchilarning hayqirig'i bitta: Livansiz o't ochishni to'xtatish bu islomga xiyonatdir. Agar biz Livanni yolg'iz qoldirsak, Alloh bizni yolg'iz qoldiradi. Agar biz vaqtinchalik sionistik rejim qarshisida chekinsak, u bizdan chekinmaydi. Ehtimol bunday lahzalarda fitnaning oldini olish uchun ularni o'ldiring degan qoida qo'llanilar. Biz Amerika bilan bo'lishi mumkin bo'lmagan kelishuvga faqat Isroilni yo'q qilish orqali erishishimiz kerak. Ular AQSh va Isroil o'rtasidagi kelishuvlarni vaqt yutish o'yini deb bilishadi va birodarlari ustiga yog'ilayotgan bombalar to'xtamas ekan, hech qanday qog'ozdagi tinchlikka ishonmasliklarini bildirishmoqda. Tehron ko'chalarida yangrayotgan sado bitta: yo birga g'alaba qozonamiz, yo birga kurashni davom ettiramiz. Bu aslida o't ochishni to'xtatish emas, bu dushmanning hiylasi ekanini yaxshi bilamiz. Tajriba shuni ko'rsatadiki, ular xuddi boks yoki kurash tushayotgandek tanaffus e'lon qilishdi. Dam olishdi va keyin avvalgidan ham kuchliroq bo'lib qaytishadi. Bu ularning o'z xatolarini tan olgani yoki qilgan tajovuzlardan pushaymon bo'lganini anglatmaydi. Shuning uchun ular hali tavba qilmagan ekan, biz bu murosaga kelishish va sulh yo'lini mutlaqo mintaqasiz deb hisoblaymiz. Aqlli odam bitta chuqurga 2 marta tushmaydi. Bizda shunday maqol bor: ko'r ham hassasini 2-chi marta yo'qotmaydi. Shunday ekan, bu kelishuv davlatga nisbatan qilingan xiyonat ekanligi kundek ravshan. AQShning sulh atrofidagi bu ikkiyuzlamachi siyosati Eron hukumatini ham g'azablantirdi. Trump bir qo'li bilan tinchlik bitimlariga imzo chekayotgan bo'lsa, ikkinchi qo'li bilan Isroilning Livan janubidagi xunrezliklari uchun qurol-yarog' va diplomatik qalqon bilan ta'minlamoqda. Washingtonning bu ikki stulda o'tirish siyosati Tehronning sabr kosasini toshirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi qat'iy ultimatum qo'ydi.
Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi AQShni keskin tanqid qilib, Washington aniq tanlov qilishi kerakligini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Eron va AQSh o'rtasidagi otash kesim shartlari aniq va ravshan bo'lib, AQSh bir vaqtning o'zida ham sulhni saqlab, ham Isroil orqali harbiy harakatlarini davom ettira olmaydi. Dunyo Livandagi qirg'inlarni ko'ryapti degan Aroqchi AQSh zimmasidagi mas'uliyatga urg'u berib, shuningdek, u vaziyatni to'p AQSh maydonida deya baholab, xalqaro hamjamiyat Washington o'z majburiyatlariga amal qiladimi yo'qmi diqqat bilan kuzatayotganini ta'kidlagan. Eron va AQSh o'rtasidagi o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlari aniq. AQSh tanlov qilishi kerak. O't ochishni to'xtatish yoki Isroil vositasida urushni davom ettirish. Ular har ikkisiga bir vaqtda erisha olmaydilar. Vaziyatning naqadar jiddiyligini Eron parlamenti spikeri Muhammad Bog'ir G'olibovning so'zlari ham tasdiqlaydi. Uning aytishicha, AQSh va Isroil tandemi hatto muzokaralar boshlanmasdan turib kelishuvning fundamental asoslarini yakson qilgan. G'olibov Isroilning Livandagi hujumlari va Eronga qilingan tajovuzlarni sotqinlik deb baholadi. Hozirgacha takliflarimizning 3 bandi ochiqchasiga buzildi. Livanda o't ochishni to'xtatish majburiyati bajarilmadi. Eron havo hududiga dushman droni suqilib kirdi va eng muhimi, bizning uranni boyitish huquqimiz inkor qilindi. Bunday sharoitda mantiqsiz muzokaralar o'tkazishning o'rni yo'q. Tehronning ushbu o'tkir talablarga nisbatan AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance kutilmagan va haqoratli munosabat bildirdi. U Eronning tinchlik rejalarini sun'iy intellekt xom xayoliga qiyoslab, ularni axlat qutisiga loyiq ko'rganini ta'kidladi. Birinchi 10 bandli taklif taqdim etilgan edi va bizga uni hatto ChatGPT yozgandek tuyuldi. U darhol axlat qutisiga tashlandi va rad etildi. Keyin ancha maqbulroq bo'lgan ikkinchi 10 bandli taklif paydo bo'ldi. U biz bilan pokistonliklar o'rtasidagi muzokaralar asosida ishlab chiqilgan edi. Prezident tilga olgan taklif aynan shu edi. Ammo ochig'ini aytsam, men yana 3-10 bandli taklifni ham ko'rdim. U birinchisidan ham ko'ra yanada murosasiz talablar bo'lib, turli ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda. Bu ham yetmaganidek, Oq uy rasmiysi Caroline Levitt AQSh-Eron kelishuvi Livanga mutlaqo daxli yo'qligini tasdiqladi. Bu esa Washingtonning Isroilga Livan tuprog'ida erkin ov qilish imkonini berayotganini rasman tan olishidir. Vaziyatning bunday tus olishi nafaqat mintaqada, balki Yevropada ham xavotir uyg'otmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Isroilning Livan janubini egallab turishi yechim emasligini aytib, sulh butun mintaqani qamrab olishi shartligini ta'kidladi. Hizbulloh Isroilga hujum qilib, Livanni mintaqaviy inqirozga tortib, strategik xatoga yo'l qo'ydi. Isroil zarbalari va Janubiy Livanni egallab turishi uzoq muddatli yechim bo'la olmaydi. Biz Livan qurolli kuchlarini qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishimiz kerak. Shunda ular o'z hududi ustidan to'liq nazoratni tiklay oladi. Eng keskin zarba Ispaniyadan keldi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Benjamin Netanyahu hukumatini xalqaro huquqni oyoq osti qilishda ayblab, Yevropa ittifoqini Isroil bilan barcha hamkorlik aloqalarini uzishga chaqirdi. Ispaniya yetakchisi ham Livan masalasida qat'iy turib, xalqaro hamjamiyatni Isroilning so'nggi huquqbuzarliklariga jim qarab turmaslikka va ularni rasman qoralashga chaqirdi. Washingtonning Isroilga yon berishi va Livandagi qatlomlarga ko'z yumishi nafaqat sulhni buzmoqda, balki butun Yaqin Sharqni qaytarib bo'lmas urush girdobiga yana itarmoqda. Eronning ultimatumi bu so'nggi soniyalar hisobi. Agar AQSh tanlov qilmasa, Eron o'z raketlarini yana qizdirishiga to'g'ri keladi. Isroil dunyoga taskin va umid bergan 2 haftalik sulh kelishuvining siyohi hali qurimasidan o'zining bor alamini Livandan olishga kirishdi. Beyrut osmonini qora tutunga bulagan va bir necha soat ichida kamida 254 nafar begunoh insonning yostig'ini quritgan bu vahshiy hujum shunchaki harbiy zarba emas, balki tinchlikka berilgan qaqshatqich zarbadir. Pokiston vositachiligida Eron va AQSh o'rtasida erishilgan kelishuvni ochiqchasiga masxara qilgan Isroil Livanni qonli poligonga aylantirib, diplomatik muvaffaqiyatsizligi uchun butun bir xalqdan o'ch olmoqda.
Isroil Hizbulloh bilan urush boshlanganidan beri Livanga eng yirik hujumni uyushtirdi. Kamida 254 kishi halok bo'ldi va 837 kishi yaralandi. Ushbu hujum ortidan Eron rasmiylari Tehron kechasi AQSh bilan erishilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvidan chiqishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Isroil mudofaa vaziri buni Eron parast Hizbulloh guruhiga berilgan kutilmagan zarba deb atadi. Harbiy samolyotlar Bayrut markazidagi bir qancha binolarni yer bilan yakson qilib, osmonni tutunga to'ldirdi. Isroil Livan bo'ylab 100 dan ortiq Hizbulloh harbiy obyektlarini bombalar ekan, Livan poytaxti portlashlardan pachoqlangan avtomobillar va o't o'chiruvchilar o'chirishga qiynalayotgan yongan binolar qoldiqlari bilan to'ldi. Isroil bosh vaziri idorasining ma'lum qilishicha, yaqin sharqdagi 2 haftalik sulh Livan hududini o'z ichiga olmaydi. Bu vositachi Pokiston bergan bayonotlarga ziddir. AQSh prezidenti Donald Trump dastlab sukut saqlagan bo'lsa-da, keyinchalik Livandagi vaziyatni alohida to'qnashuv va kelishuvning bir qismi emasligini aytdi. Livandagi shifoxonalar zudlik bilan qon topshirishga chaqirdi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa tez yordam mashinalari yaradorlarga yetib borishi uchun odamlarni ko'chalarni bo'shatishga undadi. Odamlar oilalaridan xabar olish uchun uylariga shoshildi. Shia mahallasida bir kishi zarba berilgan bino tomon u yerda odamlar bor deb baqirib yugurayotgani videoga olindi. Eronning taslim axborot agentligiga ko'ra, agar Isroil Livanda sulhni buzishda davom etsa, Tehron kelishuvidan chiqishga tayyor. Inqiroz Eron va Pokiston tashqi ishlar vazirlari tomonidan muhokama qilindi. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz ikki front, Eron va Livan bir-biridan alohida ekanligini va maqsad Livandagi voqelikni o'zgartirish hamda shimol aholisi uchun tahdidlarni bartaraf etish ekanini aytdi. Shuningdek, u Hizbulloh yetakchisi Naim Qosimga shaxsan tahdid qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk chorshanba kungi zarbalar ko'lamini dahshatli deb qoraladi. Eron bilan sulh tuzilganidan bir necha soat o'tgach bunday qirg'in uyushtirilishi aqlga sig'maydi dedi u. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif dastlab Eron, AQSh va ittifoqchilar hamma joyda, jumladan Livan va boshqa hududlarda zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga kelishganini e'lon qilgan edi. Ammo Isroil bu shartlarni o'ziga tegishli deb hisoblamadi. Eron Isroilning Livanga qilgan hujumlariga javoban Hormuz bo'g'ozini yana yopdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bilan aloqador bo'lgan Farsning xabar berishicha, 8-aprel kuni 2 ta neft tankeri Eron ruxsati bilan bo'g'oz orqali o'tgan bo'lsa-da, endilikda harakat butunlay to'xtatilgan. Bu sulh shartlari buzilgani uchun Eronning haqli va murosasiz javobidir. Livanda 5 hafta davom etgan urush mamlakatni parokandalik yoqasiga keltirib qo'ydi. 1 milliondan ortiq kishi o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, seshanba kuniga qadar Isroil avia zarbalari natijasida 1530 dan ortiq kishi halok bo'lgan va 4812 kishi jarohatlangan. Hizbullohga qarshi eng yirik muvofiqlashtirilgan hujum deb atalgan bu qirg'in aslida mintaqada endigina jonlanayotgan sulh umidlarini bo'g'ishni ko'zlagan siyosiy fitnadir. Isroil rahbariyati Livan bu kelishuvga kirmaydi degan iddao bilan o'z jinoyatlarini oqlash ko'rinayotgan. Bir paytda vayronalar ostidan tortib olinayotgan go'daklar va qonga botgan Bayrut ko'chalari Isroilning o'z alamini bosish uchun har qanday insoniy chegaradan chiqishga tayyorligini ko'rsatmoqda. AQShda nima gaplar? Pentagon rahbari Pete Hegseth Donald Trump e'lon qilgan 2 haftalik sulhdan nafaqat norozi, balki u bu tanaffusni Pentagonga xalaqit berayotgan ortiqcha yuk sifatida ko'rmoqda. Hegseth Oq uyning diplomatik o'yinlariga qaramay, Eron armiyasi 40 kundan kamroq vaqt ichida AQShning bor yo'g'i 10% qudrati bilan chilparchin qilinganini iddao qilib, g'alabani oxirigacha yetkazish shartligini qat'iy ohangda bildirdi. Vazirning eronliklar tahqirlandi va ruhiyati tushirildi degan keskin iboralari ortida Trumpning Islomoboddagi muzokaralarga tayanib ish tutayotganidan g'azablanish hissi yaqqol ko'rinib turibdi. Hegseth uchun sulh bu shunchaki vaqtni boy berish. U islohondagi yadroviy zaxiralarni yo o'zlari berishi, yo biz borib olishimiz kerakligini aytib, prezidentning siyosiy ehtiyotkorligiga ochiqdan-ochiq qarshi chiqdi. Biz dunyodagi eng yirik armiyalardan birini, Eron Islom Respublikasi qurolli kuchlarini bor yo'g'i 40 kun ichida umumiy jangovar qudratimizning hatto 10% ham ishga solmasdan turib butunlay parchalab tashladik. Bugun eronliklar shunchaki mag'lub bo'lmadi. Ular tahqirlandi va ma'nan sindirildi. Biz ularning yadroviy ambitsiyalarini jismonan yo'q qilish arafasida turibmiz. Prezident e'lon qilgan 2 haftalik sulh bizning texnik imkoniyatimizni cheklamaydi. Men bu masalaga nuqta qo'yilishi tarafdoriman.
Higgs'ning keskinligi shuni ko'rsatadiki, agar 21-aprelga qadar Eron yadroviy uranidan voz kechmasa, Pentagon Oq uydagi siyosiy xavotirlarni chetga surib, urush harakatlarini davom ettirishga har qachongidan ham shay turibdi. Isfahondagi yadroviy obyektda saqlanayotgan 970 funtga yaqin qurol darajasigacha boyitilgan uran masalasida biz savdolashib ham o'tirmaymiz. Shartimiz bitta: ular bu zaxirani yo o'z ixtiyori bilan bizga topshiradi yoki biz maxsus bo'linmalarimizni yuborib, uni o'zimiz olamiz. Tanlov ularda, lekin vaqt ularning foydasiga ishlamayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning keskin bayonoti Pete Hegsethning Pentagondagi agressiv strategiyasi bilan bir nuqtada birlashdi. AQSh mudofaa vaziri Eron avvalgidan ham kuchsiz deb jar solar ekan, Netanyahu bu kuchsizlikni to'liq taslimiyotga aylantirish vaqti kelganini uqtirmoqda. Isroil davlati so'nggi bir oy davomida tasavvur qilib bo'lmaydigan ulkan yutuqlarga erishdi. Eron avvalgidan ham kuchsizroq, Isroil esa avvalgidan ham kuchliroq. Bu hozircha bo'lgan urushning asosiy natijasi. Sizga shuni aytishim mumkin. Bizda hali qo'shimcha maqsadlar bor va biz ularga kelishuv orqali bo'lsa ham yoki harbiy harakatlarni qayta boshlash orqali bo'lsa ham erishamiz. Biz istalgan vaqtda harbiy harakatlarni qayta boshlashga tayyormiz. Isroil va Pentagon Eron bilan qayta urushga shay turgan bir paytda Trump o'zining Truth Social tarmog'idagi posti bilan ularga yashil chiroq yoqdi. Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai, prostata bezidagi noqulayliklarni kamaytiradi, jinsiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi va organizmning tabiiy quvvatini tiklaydi. Atigi 5-7 kun ichida sezilarli o'zgarishlar, o'zingizni yengil, baquvvat va ishonchli his eting. Muammolaringiz ortda qolishi uchun endi uzoqqa borishingiz shart emas. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Buyurtma berish uchun hoziroq ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. U qo'shinlarni olib chiqmasligini va dushmanni shiddatli ta'qib qilish davom etishini aytib, agar haqiqiy kelishuv imzolanmasa, sulhdan keyin kutilayotgan zarba avvalgidan ko'ra keng ko'lamli va shafqatsiz bo'lishidan ogohlantirdi. Eron va boshqa dushmanlar shuni bilishi kerakki, agar bizning odamlarimizga yoki manfaatlarimizga zarar yetsa, buning badali juda og'ir bo'ladi. Men qo'shinlarni shunchaki olib chiqib ketmoqchi emasman. Aksincha, biz dushmanni shiddatli ta'qib qilishda davom etamiz. Agar bizning shartlarimiz asosida haqiqiy kelishuv imzolanmasa, har qanday vaqtinchalik sulhdan keyin kutiladigan zarba avvalgidan ko'ra ancha keng ko'lamli va shafqatsiz bo'ladi. Biz ortiq kuchsizlik ko'rsatmaymiz. Hozirda Amerika armiyasi shunchaki dam olayotgan va keyingi qonli ko'rsatmalarni kutayotgan ulkan mashinaga qiyoslanmoqda. Bu esa Hegsethning Pentagondagi o'ta keskin ritorikasi shunchaki shaxsiy fikr emas, balki AQSh va Isroilning Eronni to'liq taslim qilish maqsadidan hali ham ortga chekinmaganidan dalolat beradi. 21-aprel kuni dunyo yo haqiqiy kelishuvga yoki tarixda ko'rilmagan eng qonli va g'ajib tashlovchi to'qnashuvga guvoh bo'ladi. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Eronning tishlari joyida va ular har qachongidan ham o'tkirroq. Avval xabar berganimizdek, YouTube'ga Eron, Isroil va AQSh urushiga doir xabarlarni kuniga bir mahal joylayotgan bo'lsak, yangi ochilgan rasmiy Telegram sahifamizga har daqiqa yangiliklarni joylab boryapmiz. Shunday ekan, siz ham hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ekraningizdagi havola orqali o'tib, hoziroq Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.